Nihoyat men videoni montaj qilib bo'ldim. Assalomu alaykum sizlar bilan men o'sha telefonning videoligimizda men qishloqda qaysi hayotim, ya'ni men bugun biznes qilmoqchiman. Tak turib olamiz. Keyingi videolarni mana montaj qilib oldim. Kompyuter daji qizib ketdi. Mana chiroq yonar ekan. Mening asosiy maqsadim esa baron nima desam bo'ladi? Narsalarni yig'ishtirib, uni ekkan narsalarni yig'ishtirib borib sotishim kerak bo'ladi. Anada omad qaraylar, daji pishib ham bo'pti-yu. Uyda ana hammasini qo'yib ketamiz. Hoppa. Hop. Bularga keyinchalik yig'ishtirib olib bozorga sotgani bo'laman. Men biznes orqali boshqa bizneslarni ijrolashtiraman. Misol uchun aytaylik, pulim ko'payib ketgandan keyin shu odam blok sotib olib, uyimni orqa tarafigami yoki yozib quraman yoki mana shunaqa yerlarni ko'paytiraman. Nimaga daraxtni sotib olasiz, bloklarni kessangiz bo'ladi, ko'liga solaymi? Qonun tarafidan ba'zi daraxtlar kesib olish man etiladi. Ya'ni qanchadir muddatga qamoqga jazosi bu narsalar bo'ladi. Shuning uchun ularni pulga sotib olish kerak. Pulga sotib olgan keyin haqqoniy bo'ladi. Daraxt kesib keluvchilar esa qurib qolgan daraxtlarni kesadilar. Ba'zan qonun tarafidan davlatga pul to'laydi. So'zlarni ko'payib ketib qoldi. Kecham tushib qoldi, uyga kirishim kerak. Mayli. Sog'lig'im yaxshi qol. Men bir stak so'zim bor. 24 ta ya'nida men vaqtim ular Boyaqayu non yasasam bo'ladi. Bu so'zni qo'yib qo'ysam bo'laveradi. Videolarni montaj qilib chayqab ketdim. Hop. Buni qo'yamiz. Tajimning boyman. So'rasizlar, "Qay keling" deb bo'lmani. Yaxshi. Stop. Stop. Nima bu? Vallahi nima bu? Narvonmi? Birinchilar bu nima bu? Narvonmi? Keta buning. Drinking 7997. Drinking 7997. Buni kiyib olamiz. Buraya kerak emas. Burası tushaylikchi. Qonmi bu? Shuman, nima bu? Odam suyagi. Nima bular? Odam suyaklari. Eski zamondagi telefon. Shakil. Dajiga qo'ysa bo'ladi. Ana yorug', aytib chiroq bor ekan. Voyda, olmishlar nima bu? Hamma xon bo'ldi. Mana eski zamondagi kamerami? Mana shu bo'lmay. To'g'riga. Eski zamondagi telefon-ku. Voy, bu axir oldingi ota-bobolarimizning kompyuteri. Wow, mana xalaqit beryapti. Qilish kerak edi. Mayli qilishim bo'ladi, shu nima qilay endi. Hayda, qo'l bilan bir xil ekanmi? Qachon bo'ladi endi bu? Ana bo'ldi. Va nima bu, diskmi?
Wow, sichqonchasi ham, voy, kabelli sichqoncha. Hali ham bor endi kamroqda. Ham bo'lam qaraydi. Osib o'ldirishibdi bechorani. Lan kallasi pastda. Mana telefon. Bu telefonni kim biladi? Mana buni qilich. Bolta ham shunaqa. Pastda yo'q. Bolta mana u, nima bo'ldi? Nimaga ham yo'q g'alati, xuddi oldingi zamondagidek. O'sha oldingi zamondagi-ku. Bu telefonlar hozir ishlarmikan? Ya, sandiq. Sandiq. Voy, onayni. Nima bu? Stop. Yana tushib qoldim. Nima bo'ldi işte? Shuncha qurol nimaga kerak? Eng qizig'i bu uyni tayida, mana uyni tayida. Nimaga kerak bu? Nimaga kerak? Stop. Shuncha qurolim bor, endi men bu yoqda hukmdorlik ham qilsam bo'ladi qishloqda. Shuncha qurolim bor, bular sotsam qancha pul keladi? Wow. Juda zo'r-ku. Ajoyib. Oyda olmasa. Shuncha qurol. Bu yoqda kitob yo'q-ku. Men ko'rmay qoldimmi? Bu qanday kitob bo'ldi? Kniga Priyo. Xo'p, qani ochaychi. 1994-yil 4-avgust. Vayda. Germaniya qo'shini Kiyevga yetib kelishdi. Biz esa chekinishga majbur bo'ldik va biz O'zbekiston hududiga chekinishga majbur bo'ldik. Xullas, askar, shunday gap deysiz. Minus askarlar mana biz oldimizga ham kelmoqda. Sen mana qurollarni qayerga yashirding? Hech ham xavotir olmang. Men ularni ishonchli joyga yashirib qo'yganman. Albatta nemis askarlari buni topa olmaydi. Shunday ekan, agar u qurollarni nemis askarlari topib olsa, ular bizga yana ham bosib kelishlari osonroq bo'ladi. Hamma uyg'onib kul bo'lib ketadi. Iltimos, yaxshiroq yashirgan. Xo'p, buradan men buni olishingiz mumkin. Men ishonchli joyga yashirib qo'yganman. Malades askar, sen mana shu uchun faxrlanaman-da. Sen eng zo'r askarlarimdan bilasan. Rahmat, general. Hurmatli afisarning yordamchisi. Xo'p, voyda, o'zing tushunyapman-da, ikkinchi jahon urushdan qolgan narsalarni bular. Tayinda ikkinchi jahon urushida voyda. Bu davomi ham bormikan? Bor ekan. Iltimos, sandiqdagi qurollar yomon qo'lga tushmasin. Albatta yomon qo'lga tushmaydi. Albatta yomon qo'lga tushmaydi. Ketdim men qishloqni portlataman men. Bemalol ishonaveringlar, bu qurollar yaxshilarning qo'lida. Bemalol ishonchsiz behijolat. Axir menday yaxshi odam qo'liga tushganida xursand bo'lsalar arziydi. Bular nima qilar ekan? O'zi kakrash kechqurun ekan. Bu ham yo'q-a? Uyda uyga kinchgan kelaveraylik. Tarot qo'ydik-ku bu. Hammasilar mayli. Men mana sondig'imni to'g'irlab qo'ydim. Endi xonasilarni solib qo'ysam bo'ldi. Knigani ham solamiz, ketmondaji
kerak bo'lmaydi, bu ham kerak bo'lmaydi. Kerak bo'lmaydi. Kerak bo'lmaydi. Kerak bo'lmaydi. Bu ham kerak emas. Tosh qaytadan oldim, esimda ham yo'q. Ancha yorug' bo'pti. Men yaxshi ko'rgan qurollarni olaman. Qurolni ham olamiz. Buni ham olamiz. Buni ham hammasini olaman. Uyalmayman, bir ikkitasi qolaman. Xo'p. O'pnashlar biz birinchi navbatda nima qilamiz? Bilmadim. Ekinim yaxshi. Endi aytib qo'yilgan. Yo'q, qandayligi bir olsin kerak. Yonar ekan o'shigamga. U mana portlagan joyim. To'g'ri, qo'sa to'g'ri. Bu qanday qurol? About you, man. Бомбочки. Bu qurol men yaxshi ko'rgan qurollardan biri. Misol uchun kim siz asabingizni buzib qo'ysa, saiu. Bu qurol qanaqa qurol? Direktor. Bu-chi? Ya bu 200 tali ekan. Bu bilamiz. العصير Yıldırırsın. Ya, ani sindırım? Ani sindırmasa gano? Ani sindırım olacağını bağlama. Rata sayın sindırması ki. Aynen. Meni ota-bobomdan qo'ygan qurolim bor, qo'yil. Yetir, aka, ko'rabsan, menga ota-bobomdan qo'ygan qurol bor, senga qurol bormi? Battar o insi itgan mashxosligini menga bermasing, seni o'ldirib yuboraman. Sen nima deyapsan? O'qoq qurolni meni o'ldirib yuborsan o'zingcha. Hammasiga yo'pasan, yani. Yo'q, o'qoqni qo'ygan qurolda aytyapsanmi? Aka, unaqa iltimos. Mayli, bechora yigit, bechora. Mayli, hop, biz endi ketdik. Просто bomba. Obunachlar video ishlardan iborat edi, chunki men aqay nima qilishni bilmayman-da. Bu qurollarim bor yetadi menga. Tushunasizlar? Ana nima qilishni bilmayman. Menga qizig'i yo'q. Ishda qurol bilan kayf qilib yuraveramiz. Sizlar iltimos kanalga obuna bo'linglar, chunki biz yozda oxirgi oygacha, ya'ni bir oy ham qolmadi, biz 1 minut o'tirishimiz kerak. Assalomu alaykum, Xbox'dagi videogacha paka.